hurmatli prezidentimiz tomonidan topshiriqlar berildi. Demak, xalqaro moliya institutlari bilan suv ta'minoti tomonidan birgalikda amalga oshirilayotgan xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha alohida nazorat o'rnatib, ularni tezroq demak hayotga tatbiq etishga alohida topshiriqlar berildi. Hozirgi paytda 12 ta loyiha bo'yicha 2.3 milliard dollarlik bu yildan yilga o'tuvchi investitsion loyihalar o'zlashtirish bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. Bu topshiriqlarni to'liq biz hozir mexanizmini shakllantirib oldik. Hammasini o'zlari tushuntirib berdilar. Hurmatli prezidentimiz qanday amalga oshirishi. 14 ta demak vazirlik idoradan mas'ul xodimlar biriktirildi, shtab tashkil etildi. Respublika shtabi shu bilan birga hududlarda shtab alohida tashkil etildi. Har bitta muammolarni alohida, har bitta loyihaga alohida yondashuv bilan ishlayapmiz. Umumiy qiymati demak bu yilga o'zlashtirilgan investitsion loyihalarimizning qiymati 284,5 million bo'lsa, hozirgi paytda har biri bo'yicha, har bitta loyihasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni biz sarhisob qildik. Undan ham ko'p o'zlashtirish imkoniyatimiz borligini, buning uchun bir hurmatli prezidentimiz tomonidan farmon qarorlar bilan uni to'liq bizga imkoniyat yaratib berdilar. Buni biz to'liq amalga oshiramiz. Shu bilan birga muammolar bo'lishi mumkin. Hududlarda, u hududlarda muammolarni hudud shtablari olib, respublika shtabiga beradi. Respublika shtabi har bittasi vazirlik bilan ishlaydi. Shu bilan birga har bitta yo'nalish bo'yicha alohida prokuratura xodimlari biriktirilgan. Demak, ekspertiza bo'yicha alohida prokuratura xodimi, bankka alohida prokuratura xodimi, u yerda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, prokuratura xodimi tez yordam tamoyili asosida barcha muammolarni yechib berish imkoniyati ham bor. Buni yechib berish ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Biz hurmatli prezidentimiz tomonidan bizga oldimizga qo'ygan vazifani to'liq bajarishga kafolat beramiz.